hozir Xalmen oila hukumatida qarashli Xalmen uchastkasidagi Kamiljanov Sharifjon akaning uyida turamiz. Bu kishida mana shunday bir yaxshi ler bor ekan. Manaki o'ta bir qiziqtov qilib jasabdir. Buni hozir suruvlarni berib, to'q bag'ish sirlarini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Maga da o'ta qiziqtov bo'lib o'tadi manaki. O'shintib jasab qo'ysa bo'la turgan ekan, manaki. İki bölük. Bunisi daha bir bölük. Hazır bulardı. Emniyet ekenini dağı ol derdi başka tavuklar var eken, korozlar var eken, oşular jönünde malumat alğanı. Oşana bu kişi özü öte bir çarbağa nimi. Assalomu alaykum Sharifjon aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sizni buni tovuq chorvalaringizni ko'rib, azmal bir-ikki so'rov berayin deb keldim. Bundan boshlaylik. Bular qanday bu? Nega bunday seksiya qilib bo'ldingiz? Bölök qilganingizni addelna shol cho'jaga va tovuqqa biroz silab bersangiz. Bular jo'jalarga. 10 kungacha jo'jalarni mashaqat enasidan boqiladi. Tuxum bilan boqiladi. Chiqarmay. 10 kundan keyin volyaga qo'yib yuboramiz. Hozirgi kletkalar bor, o'sha kletkalar ko'rsat, o'sha yerga kirib yotishadi. Mana bular jang ochganlar ekan-a, cho'jalar? Yo'q, bular 5 kunlik, mana 3 kunlik. 5 kunlik. Induklar 3 kunlik. Nimalar? 5 kunlik. 5 kunlik jo'ja, bular nimalar? Qora shahzoda degan tovuqni tuxumidan. Qora shahzodaning cho'jalari. Buni yerda ne var? Cho'ng tovuqlar. Yerdami? Yerda ham chorvamiz Ozbekda Raddomda o'tib ekan. Qo'yon biznes. Qo'yon dog'in ekan, Yeram qo'yon mana aslida qo'yonlarimiz bu yoqda. Negizi qo'yonlarimiz bu yoqda deb jo'nadik. Bismillah. Böceklerdi qarag'lar. Mana ki barakasini bersin. Barakalla. Mana qo'yindir. Eti jon qo'yin. Yo'llar Raddomdalar shu sutdan chiqqan qo'yonlar. Yaxshi. Endi hozirgi zamonga zaliga kelib, go'sht qimmat bo'lgandan o'zimizdan chiqaryapmiz go'shtni tuxumda. Juda yaxshi o'ylaysiz. Mana bu qiziqtov narsangiz bilan boshladim men bunaqa kichkinaka uyachalarni silab bering. Bular o'sha kurk tovuqlarni bostirganga. Ataycha saltirda. Yashidan o'zimiz yashadik, o'shanga bostirib qo'ysak, bunga mushiq, it napadaniya qilinmaydi mana. Yerga bostirib qo'yib, bexavotir suvini nesni qo'yib qo'ysangiz, o'sha bir yashikda iki bor ekan-a? 2 tovuq bosiladi bitta nimaga. Yaxshi ekan bunavi. Bu endi o'sha bosib chiqqandan keyin ham xraneniya o'sha yerda 10 kungacha shunga qamab qo'yib boqiladi. Men bu yerda buni qo'lda atay olib kelib jasagansiz materiallarni. Men bunoga tan berganim sebebi qarang. Eski buyumlarda, tashlandiq buyumlarda janglov prosessi. Bunovi karkasi, men o'yimcha dvijokning karkasi. O'ta sog'lom ekan. Ko'rasizlar, unaka ko'tarib ketsa bo'ladi. Aka. Nima qilib qo'ysiz? Mishiq ham ololmaydi, it ham ololmaydi. Inkubator ham bor yo'qmi? Inkubator yo'q, inkubator tovuqlar ham bor. Inkubator tovuqlar bor. Salomat bo'lingizlar. Bunaki jangliqlarni ko'rdingizlar. Bardingizlarga foydali ma'lumot, shularni ko'rib, shularni jasasangizlar bo'ladi. Bunaki profilda sotib o'tirib, eski metallomda dvijokni karkasini beradi. Shunday o'rab qo'ysa bo'ladi ekan. Aman bo'lingizlar. Eminki so'zingiz mana bu jang bitayotgan qo'yxona turali bo'ladi. Nariyadan kirib tug'adi, nariyadan tuxumini olamiz uni. Nariyadan kirib tug'ib chiqib ketadi. Mayatdan tuxumini olib olamiz. Mana. Mana bu hali tovuqlar mayat yotadi jo'jasi bilan. Kech kirishib oladi. Qanday qilib yopib qo'yamiz? Bo'ldi, yotaveradi. Ertaga ochib qo'yamiz. Mana jo'jalarimiz hozir mana shu voliyada yuradi.
Hindugan bor ekan. Hindukam bor. To'g'larda qanaqa sortlari bor? Tovuqlarda hozir gibrid bor, mana yapon tovuqlar deydi mana. Yapon. Gibrid, yapon. Ha, gibrid tovuqlar ro'yada rang ko'raylik. Mana ro'ylik. Ayga qildirib qo'yaman deganim. Uni qildirdan qo'ysak bular bo'lmas ekan, bu yengillik bo'lar ekan. Nariga men ikki o'sha nima qo'yib, o'q qilib o'sha nariga. Rezinka oladi, ha? Jeldan Ha, jeldan olgandan. Bu bo'lmas ekan. Mana bu tovuqlarimiz ham mayatdan eshigini kiradi. Mana kirishasi. Kirishaga o'zbi qo'yib, tevasida falga qo'yib, anaqa qiladi. Salqin bo'ladi. Ham salqin bo'ladi, ham nima sovuqda issiq. Onu raddomilar yağımızı Biz Toji Muhammadning fikrimiz bitta joydan chiqibdi. Men maqtanamasam, men olib qo'ygan ekan. Bu yerda Gibrid tovuqlar mana shular. Bular gibrid degani chalish degan. Gibrid yapon bilan o'zimiz xonaki tovuqlarni chatishtirilgan. Ha. Enasi otasi. Yo'q. Enasi xonaki, otasi nima? Dakang. O'shanda ular tuxumlari cho'ng bo'ladi. Ha. Mana paylkas nimasi? Bu yoqdan jimjib bu yoqdan. Tamoqlanadigan joy. Stalovoy. Mana bitta voy vadasi mana. Suvni bittala yerdan. Ikki yerda. Ikki yerda. O xolagan paytda kelib ichib ketaverading-a. Salqin turadimda suv aylanmaydi, bu yopiq. Nake yaxshi odamlar bilan jursang har doim yaxshilik ustida chiqasinglar. Bu kishilar bilan Kamiljonov Sharifjon aka o'ta ko'p yerlardan ta'lim olgan. Saidmurod Davlatovdan ham saboqlarini qatnashib yuradi. Xudoga shukr, menaka o'zdoshim. Men bunog'i jana tushuntirib o'tayin. Bunog'i menaka ko'ngil buringizlar. Tunikoni o'zini to'kapani ustiga qo'ysangizlar, bo'l issiq bo'ladi. Mana tunuka issiq tortadi-da. Bu kishining aytishi bo'yicha mana USB-ni qo'yib, USB-dan keyin boyagi falgani qo'yib, anan keyin qishda jiluv, yozda salqin. Naki, to'xtorga hech qanday ziyoni yo'q. Naki. Ishingizga ilgili Sharifjon aka. Rahmat, sog' bo'ling. Bu Sharifjon aka, siz mushuni deb konstruksiya qilib, shunday shart qilishingizga sabab ne? Bunday yaxshi qilsam bo'libdir, biroq o'zgacha bir sabab bormi? Sebep tovuq ham endi jonzotda. Yozda salqinda xohlaydi, qishda issiqda xohlaydi. Mana bunday qilib aldiraya qo'yib, tagini pol qilib linoleumlarni solib bersangiz, bit tushmaydi. Ha, birinchidan, ha. Bit tushmaydi. O mana duvalga qadab bir nima qo'ysa, duvalni kaviga yo taxtadan yasab qo'ysangiz, kavilarga bit kirib oladi-da, uni ximikatlarini ola olmaysiz. Tunda chiqadi-da, soat 2:da chiqadi. Tovuqni qonini so'rib, lesak qilib kirib ketaveradi. Mana unda hech qayerga kira olmaydi-da u. Mana nimadan yerdan biq turadi. Jo'g'ri turadi. Jo'g'ri turadi. Hech qanday nima chiqolmaydi. Ana nima balonlariga salarga qo'yib yo litol surtib qo'ysa solidor. Hech qanday parazit chiqolmaydi. Toza mana bit yo'q tovuqlarda. Ximikat sepmaysiz. Siz hozir polni qilib linoleum soldim dedingizda, setka qilishayotgan ko'pchilik odamlar, ba go'ngi tushib ketsin deb. Bo'l yaxshi bu, jamanmi? U qanday o'ylaysiz? Tovuqda oyoq qadoq bo'lib ketadi. Ha. Boyagi to'xtor puti cho'r bosgan shundan. Ha, o'shandan mana tagali go'ngi ko'payib ketsa ham shunday bo'ladi. Mana linoleum solib qo'ysangiz, bir jumada bir shipirib tashlasangiz, cho'p bo'lib tashlab qo'ysangiz, quruq turadi-da. Ha, o'ta sonni ekan. Ha, qishda lo'bo joyga, salqin joyga, bunday pana joyga borib, atrofiga press bosib, yo bo'lmasam bir eski plasmalar tashlab qo'ysa, jilu ichiga lampochka yoqib qo'ysa, tunda. Nima bilan plyonka bilan o'rab qo'ysa-chi? Unda dimi qilib qoladi. Dimi qilib ketadi. Unda nafas ventilyatsiya yo'q. Ventilyatsiya yo'q qoladi. Bunaki. Tayi ham, tevasi ham nimada guluxo yopilganda, so'ng shu atrofi ochiq. O'sha
ilanchi bo'lsa klonka yopsa bo'ladi, ustiga bir narsa tashlab bir tomoni ichcha bo'lsa ochiq. Hozir ko'pchilikda gruppada shunday so'rov bo'lib o'tadi-da. Men tovuqlarimda deydi qanotlarini jazvilab, tomoqlari g'irildab, chuchkurgonsib, bunday grip qatori o'rib o'tadi deydi. Shunday o'rib bormi shu kunlarda? Yo'q, yo'q. O nimadan bo'ladi u? Endi tovuq o'zimizga organizm tirik jonzotda organizm. O'sha vaqtida tomoq yemagandan ne daraxtda yotadi, issiqda mana issiqda borib bunga ham grip deyapti, chuma deyadi bunga. O'shaning uchun mana bunday qilib saqlasangiz, o'sha vaqtida ovqatini berib qo'ysangiz donini. Tovuq bo'lsa hech qanday kasalga chalinmaydi. Mana men 3 yildan beri boqaman shu tovuqlarni. Kasal bo'lgan ukol ham qildirman, boshqa ham qo'ymayman. Sog'lom tovuqlar. Buni erta-bar kech kuzda vaksina qildirmaysiz-ku chumaga qarshi? Qilinmaydi. To'ka sharoitini yaxshi qilib berasiz. 3 yilgi tovuqlar. Yana tovuqlar. To'lka ularda tovuqni olib, ulardan o'sha bostirib, mana qancha odam olib ketyapti bular tuxumini. Ko'paytirgani. Barakalla. Jili joy qilib shu usloyasini yaratib qo'ysangiz, bular ham yil 12 yil tovuqlar ekan. Rahmat. Sog' bo'ling. Bunday yaxshi kengashlarni oldingizlar. Ko'rganingiz uchun